الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Parvardigara şu okuyan Kur'an tilavetlerinden, hatimlerden barcha yurtdoshlarimiz, mahalladoshlarimizni qilgan xayr ihsonlardan hosil bo'ladigan savob samarlardan jamiki o'tgan mo'min-mo'minalarni, muslimalarni afzal payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ahli bayt, sahoba, jamiki o'tgan payg'ambarlarning azizdan onalarimiz, shahidlarning, g'oyiblarning, yurtimizdan o'tgan olim ulamo, fodil, fuzolar, pir, ustoz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hak hürmetlerinden, şu kol açıp amin deb turgan ahli jamoatimizdan avvalo oxir umidvor bo'lib o'tgan ota avlod, ona avlod, 7 pushtidan 70 pushtiga doğru xolis Alloh uchun hadya qildik. Saflarimizda ibodatda bo'lib, masjidlarimizda xizmatida bo'lib o'tgan barcha birodarlarimiz, bobolarimizni ruhoniyatlariga bag'ishladik. Xususan mana shu qora akamizni shogirdlarini avvalo oxir shulardan ham umidvor bo'lib o'tgan ota avlod, ona avlod, 7 pushtidan 70 pushtiga doğru xolis Alloh uchun hadya qildik. Mana shu sizni bizni osoyishta ibodat qilishimizni, tinchligimizni saqlab turgan, mana shu tikroqda turgan organ xodimlaridan ham avvalo oxir umidvor bo'lib o'tgan ota avlod, ona avlod, 7 pushtidan 70 pushtiga doğru xolis Alloh uchun hadya qildik. Alloh o'tganlarimizni rahmat qilsin, yotgan joylarini bir jannat bog'laridan bir bog' qilib qo'ysin, orqada qolgan ruhoniyatlari shod bo'lsin. Yurtimizda Alloh omonda saqlasin, yurtboshimizda ham tanijoqlari sog' bo'lsin. Barcha shu yurtimizda xizmatda bo'lib turgan rahbarlarimizda ham tanijoqlari sog' bo'lsin. Yurtimizda tinchligini saqlab turgan barcha yurtdoshlarimizni, mahalladoshlarimizni farzandlarini ham tanijoqlari sog' bo'lsin, sog' salomat o'rnini almashtirsin. Şu qora akamni ham, shogirdlarni ham, butun mahalladoshlarimiz, jamoadoshlarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Shularni tanijoqlari sog' bo'lsin, umri uzoq istiqbol bo'lsin. Shu ilmlarni Alloh ziyoda qilsin, farzandlaridan ham mana shunday bir el yurtda oldiga tushib, Qur'on xatm qilib beradigan insonlarni Alloh nasibini etsin. Xonadonlari ham tinchlik, sog'lik, baraka etsin. Kelgusida ham shu hammamiz bilan birga bo'lishlikni Alloh nasibini etsin. Yurtimizda Alloh omonda saqlasin. Nima deyman? Mana shu butun mamlakatlarda notinchlik bo'lib turibdi. Shularni ham Alloh taolo barham berib tinchlik barqaror qilsin. Sallallohu ta'ala ala xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatihi ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Sadriddin nomida kelgan ekan. Sadriddin nomida kelgan. Yo'lashuvchi nomiga. Kesinlar shu nomida.